Assalomu alaykum aka. Ke Sirojiddin, ke. Ilohim amin. Allohim jiyanimga shifo bergin. Allohu akbar. Acha xabaringiz bor. Jiyaningiz kasal. Olib bormagan davlatim. Ko'rsatmagan doktor qolmadi aka. Pulni hamma yo'lda hal qilardi o'ylardim aka. Adashgan ekanman. Doktor aytdiki, qizingiz yashagisi yo'q deyapti. Nima qilishni bilmay qoldim aka. Chuqur o'yga toldim aka. Men domlaning oldiga bordim. Maslahat olgani. Ota-onamiz so'radi. Ota-onamiz o'tib ketgan deb aytdim men. Kimlar bor yaqinlaringizdan dedi. Bitta akam bor deb aytdim men. Akangiz bilan muomalangiz qanaqa deb aytib so'radi. Men muzlab qoldim aka. Keyin yana domla so'radiki, ehson qilganimizni so'radi. Shu yoshga kirib biror marta ehson qilmagan ekanman men. Sotib olgan uyingizni qaytarib sotib oldim aka men. Meni kechiring. Aka. Men ammo kechiring aka.